ekan. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushunib tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanallohda bir marta aytsa shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 dami, 1 dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi birodar. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, bunaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, taravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa, kallamizda jichi insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizdan. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorda quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talog'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Demak, qaysinisi to'g'ri bo'lgan deb albatta bu tunni ulug' tun ekanligiga ishora bo'ladi. Laylatul qadr xayrun min va ma adraka ma laylatul qadr. Qadr kechasi qandoq kun ekanligini qayoqdan bilasiz? Sizga nima bildirdi? Alloh taolo qadr kechasi nimaligini qatdan bilasizlar deyapti. Agar men sizlarga bu narsani bildirmasam. So'ngra mana shu oyni qanday bir ulug' oy ekanligini bizga bayon qilib, Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. 84 yilga yaqin umr. Bu yerda o'tirganlar o'rtacha 60 yil, 70 yil yashasam degan rashodni olamiz. 80 ga kelishlik bir antiqa narsa bo'lib qoldi. Qadr kechasi 1000 oydan afzal. Chunki bu tunda Qur'on nozil bo'lgan kecha. Bu 1000 oy deyishligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bir qancha hadislarda vorid bo'lgan. Qadim zamonlarda bir podshohni dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikoya qilib beradi. 1000 ta o'g'li bo'lgan. Har bitta o'g'lini har oyda jihodga jo'natardi. Har oyda bitta bolasi shahid bo'ladi. Keyingisini tayyorlardi, jihodga chiqaradi. 1000 oyda 1000 ta o'g'li shahid bo'lib tugadi. So'ngra o'zi chiqdi va o'zi ham shahid bo'ldi. Mana shu narsani Rasululloh aytib berganida sahobalar ta'ajjubga tushdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitib havas qilayotgan sahobalarga qarab turib, bundan ham afzal bo'lgan amalni aytaymi dedi. Qadr kechasi Alloh taolodan savob umidida, namozda, tasbihda, tahlilda, zikrda qoyim bo'lgan kishini qilgan ibodatining savobi 1000 ta bolasini shahid qilgan podshohning savobidan ko'ra ko'proq bo'ladi. 83 yil, 84 yil tinmasdan ibodat qilgan odam qancha savobga ega bo'lsa, qadr kechasini topgan kishiga undan ko'ra ziyoda savoblar ato qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni Banu Isroil payg'ambarlardan bo'lgan 4 tasi Ayyub, Zakariya, Huzalqil va Yusha ibn Nun alayhissalomlarga aytib turib, bular 80 yil Allohga ibodat qildi, shu 80 yil ichida bir marta ham gunoh qilishmadi dedi. Sahobalar ta'ajjubga kirdi, havas qilishdi. Shunda payg'ambarimiz qadr kechasida qilingan ibodat 80 yil gunoh qilmasdan ibodat qilgandan savobi ko'p bo'ladi dedi. Birodarlar, mana shu kechada o'tiribmiz inshaalloh. Qadr kechasini
alomatlar haqida payg'ambarimizdan shunday bir hadislar vorid bo'ladi. Qadr kechasi bo'ladigan kunni quyoshi tog'orani singari chiqadi, issig'i qattiq isitmaydi, issig'i pastroq bo'ladi deb aytadi. Bugun shunaqa kun bo'ldi agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Inshaalloh mana shu qadr kechasini topish arafasida turibmiz. G'animat birodarlar. Bir yilda bir marta bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining 3-10 kunligida jub kechadan tog' kechaga o'tadigan tunlarni istaylar dedi Rasululloh. Va ko'proq ishoralar mana shu 26 dan 27 ga o'tar kechasi degan ko'pgina ishoralar bor. Inshaalloh mana shu kechada o'tiribmiz. Birodarlar, qiyomul layl degani, tuni deganda biz mana shunday ko'zni charchab ketgan bo'lsa ham katta ochib o'tirishda tushunmaylik, o'zi qiylanayotgan bo'lsa ham. Hayoli 7 bozorga ketib qolgan bo'lsa ham namozni tushunib tushunmaylik. Agar yuragimizdan bir marta xolis Alloh uchun chin yurakdan subhanallohda bir marta aytsa shu ham tunay bo'ladi. Xufton namozdan keyin 2 rakat namoz o'qib uxlab olsak ham tunay bo'ladi. Albatta ertamaga o'tirish deb turib bizda tunay deganda deydi odamlar. Chunki tunay deganda bir noto'g'ri tushunchalarimiz bo'lib qolgan. Yarim kechaga borganda 12 dami, 1 dami, 1 soat, yarim soat uxlab olishlik tunayni yo'q qilib qo'ymaydi birodar. Hayoli bu yoqda bo'lib turib, bunaqa tasbih aytgandan keyin birodarlar yarim soat damini olib, yana bir xushyor turib tasbih tahlilda bo'lgani to'g'riroq bo'ladi. Demak, Alloh taolo bu dinda bizga bir mashaqqat qilmadi. Bu 1000 oydan afzal bo'lgan tun arafasida o'tiribmiz. G'animat bilaylik. 365 kun uxlaymiz. Ishonaveringlar. 8 rakatdan keyin, qaravadan keyin uyga ketaman deyotgan hisob kitob bo'layotgan bo'lsa, kallamizda jich insof qilaylik. 365 kun qizg'anyapmiz o'zimizdan tunimizni. Bir yilda bir marta qizg'anmay o'zimiz uchun sarflab qo'yaylik. 365 kun televizorni quchoqlab yotibmiz. Birar kun shu televizorda talog'ini berib, birar kun Alloh uchun bir qoyim bo'laylik. Avvalgi ummatlarda umrlari uzoqligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilgandan keyin Parvardigorim, meni ummatimni umrlari qisqa ekan. Ularni ibodat qilishlikka, savob orttirishlikka bo'lgan muddati qisqa deganda Alloh taolo mana shu qadr kechasini siz bilan bizga fazilat qilib berdi. 1000 yil yashagan odam birodar 1000 yil gunoh ham qilishlikka xavf bo'ladi. Endi 60 yil yashab turib, 60 yil gunoh qilishlikka xavf turib, 1000 yillik savobni bir kechada beradigan bo'lsa, bu fazilat kimga berilgan? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ummatiga berilgan. Tanazzalul malaikatu va ruhu fiha biizni robbihim min kulli amr. Unda farishtalar va ruh Robbilarining izni bilan barcha ishlarga tushurlar. Bu oyatdagi ruhdan maqsad Jabroil alayhisalom. Qadr kechasi Jabroil alayhisalom boshlig'idagi farishtalar Alloh taolo kelasi yilgacha taqdir qilgan ishlar ila tushadilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, ushbu suhbatimizda Laylatul Qadr kechasi haqidagi hadislarni o'rganamiz. Laylatul Qadr so'zining lug'aviy ma'nosini biroz tushunib olishimiz o'zimiz uchun ham, hadislarni tushunishimiz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi degan umiddamiz. Laylatul Qadr degani Qadr kechasi degani. Qadr kechasini Qadr so'zida ikki xil ma'no bor. Birinchisi qadri ulug' kecha degani bo'lsa, ikkinchisi taqdir kechasi deyiladi. Laylatul Qadrni qadri ulug' kecha bo'lishi Alloh subhanahu va taolo bu kechani yil davomidagi bir yilda bo'ladigan barcha kechalardan fazilatli, qadri ulug' bir kecha qilib qo'yganidandir. Laylatul Qadr kechasining taqdir kechasi deb atalishi Parvardigori olam xuddi shu kechada o'z maxluqotlarining bir yillik taqdirlarini belgilaydigan kecha bo'lganligidandir. Shu sababdan ham bu kecha ulug'lanadi. Bu kecha to'g'risida Qur'oni Karimda alohida Qadr surasi deb nomlangan bir sura nozil qilingan va bu kecha haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ana o'sha hadislarda Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan bu kechani qadri,
qachon ekanligi, qanday bo'lishi kabi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الخمسة. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 5 buyuk imom, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Tirmiziy va Nasailar ulug' sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, kim Laylatul Qadr kechasini iymon, e'tiqod, yaxshi niyat bilan va savob umidida bedorlik bilan o'tkazsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deydilar. Ya'ni mana shu kechani iymon bilan o'tkazib, savob umidida o'tkazish o'ziga xos bir tartib bilan bo'ladi. Bu yerda ulamolarimiz bayon qilgan holatda Laylatul Qadrni bedor o'tkazmoqchi bo'lgan kishi o'sha kechaning xuftonini va Laylatul Qadr kechasidagi tongi bomdod namozini jamoat bilan o'qimog'i kerak bo'ladi. Ana o'shanda demak kechani to'laligicha bedor o'tkazgan, ibodat bilan o'tkazganlik savobini oladi. Va boshqa holatlarda qiroati Qur'on, nafl namoz o'qish, ilm muzokarasi, zikr, salovat aytish kabi ibodatlar bilan o'tkaziladi. An-Nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu uriya a'mar an-nas qablahu aw ma sha'a Allahu min zalika faka'annahu taqasara a'mar ummatihi alla yablughu min al-'amali ma balagha ghayruhum fi tul al-'umri fa'atahu Allahu laylatal qadri khayrun min alf shahr. Rawahu Imam Malik. Imom Malik rivoyat qilgan hadisda aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga boshqa qavmlarni, boshqa dinlardagi odamlarning umrlari ko'rsatildi, o'zlaridan oldingi o'tgan. Ya'ni Alloh nimani xohlasa ko'rsatadigan bo'lsa ko'rsatdi. Bilsalarki, ularni umri uzoq bo'lgan ekan. Shunda Rasul akram alayhissalatu vassalom o'z ummatlarini umri qisqaligini ko'rdilar va shu umr qisqa bo'lganligi uchun, boshqalarning umri uzoq bo'lganligi uchun ummatlarini amali oz bo'lib qolarmikin degan taxminga bordilar, xayolga bordilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo u zotga Laylatul Qadrni berdi. Bu Laylatul Qadr 1000 oydan afzaldir. Ya'ni bir kecha Laylatul Qadr kechasi deb nomlangan kechada mo'min musulmon banda niyat bilan, ixlos bilan ibodat qilsa, boshqa ummatlarni 1000 oy qilgan ummatiga teng savobni olar ekan. Mana shu bilan ummati Muhammadiyya savob olish borasida boshqalardan o'zib ketish sharafiga muyassar bo'ldi. Bunga aynan Laylatul Qadr kechasini Alloh subhanahu va taoloning o'zi sababchi qildi. Bu albatta Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sharofatlaridan, ummatlariga berilgan bir fazilat. 1000 oy degani bu juda katta muddat. Boshqa millatlarning, boshqa dinlarning odamlari umri uzoq bo'lgan bilan ulardan qisqa umrga ega bo'lgan ummati Muhammadiyani Laylatul Qadr sharofatidan topgan fazilatini topa olmas ekanlar. Bu nihoyatda ajoyib bir fazilat hisoblanar ekan. Laylatul Qadr kechasi Ramazonning qaysi bir kechasi ekanligi to'g'risida turli rivoyatlar kelgan. Ulamolarimiz bu rivoyatlarning turlicha bo'lishi odamlarni Ramazon davomida kechalarni ko'proq ibodat bilan o'tkazsinlar
ko'proq savob umidida bo'lib Laylatul Qadrni aqtarsinlar degan ma'noda turlicha kelgan deyishadi. Lekin shu bilan birga ko'pgina demak rivoyatlarni solishtirib ko'rgandan keyin ulamolarning xulosasi Laylatul Qadr kechasi Ramazoni sharifni 27-kechasi ekanligiga demak ittifoq qilishgan. عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع له. رواه الخمسة إلا البخاري. زر ibn Hubaysh aytadilarki, man Ubay ibn Ka'bdan so'rab aytdim: sizning birodaringiz Ibn Mas'ud aytayaptiki, kim yil bo'yi kechani bedor o'tkazsagina Laylatul Qadrni topadi demoqda. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, Alloh uni rahim qilsin. Odamlar suyanib qolmasin shunga deb aytgan bo'lsa kerak. Ammo uni o'zi juda ham yaxshi biladi. Laylatul Qadr Ramazondaligini ham biladi. Laylatul Qadr Ramazonning oxirgi 10 kunligida kechalarida ham ekanligini ham biladi va uning 27-kecha ekanligini ham yaxshi biladi deb turib qasam ichdi-da va inshaalloh demasdan albatta u 27-kechadir deb aytdi. Shunda men buni qanday qilib aytyapsan ey Abu Manzur degan edim. U aytdiki, Rasululloh bizga xabar bergan alomatga suyanib aytyapman. Ana shu kechada quyosh nur sochmasdan chiqadi tong otayotganda dedilar. Sahobalar shunda qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib bergan alomatdan Laylatul Qadr kechasini qaysi kecha ekanligi, ya'ni 27-kecha ekanligini bilib ham olgan ekanlar. Alloh taolo shu kechani savobini topish, fazilatidan bahramand bo'lishni barchamizga nasib etsin. Ramazon oyining har bir kuni, tuni ulug', lekin qadrni undan-da ulug' deb bilishimiz kerak. Shuning uchun ham bizlar mana shu kunlarni g'animat bilgan holimizda albatta ba'zi bir odamlar tushunadiki, dasturxon atrofida kechani suhbat bilan, ziyofat, ovqat bilan o'tkazib yuboradi. Aslo bunday qilish kerak emas. Mayli yig'ilib ibodat qilib xonadonda o'tirsak ham alohida. Agar umumiy holatda bo'lsa, bir odam tilovat qilib boshqa odam eshitsin yoki bir odam suhbat qilsa boshqalar eshitsin. Lekin yo'q joydagi suhbatni qilib, ziyofat bilan, ovqat bilan ziyofat dasturxonining atrofida o'tkazish bu qadrning kechasining maqomiga to'g'ri kelmaydi. Ilgari o'sha ittifoq davrida shunaqa bir farazlar, qarashlar, shunaqa bir yolg'on tushunchalarni kiritishga harakatlar bo'lgan. Qadr kechasida nima bo'ladi? Osmondan bir qush uchib o'tadi. O'sha paytda nimanidir ushlab qolsang tilloga aylanadi degan odamlarni e'tiqodini ibodatdan burish, odamlarni e'tiqodini buzish. Aslida bu kechada biron narsa uchib o'tmaydi. Bu kechada Qur'on nozil bo'lgan. Bu kechani biz ibodat bilan, Alloh taologa istig'for bilan o'tkazishligimiz kerak bo'ladi. Oysha onamiz Rasul akram alayhissalomdan so'radilar: "Ey Allohning rasuli, agar men qadr kechasini topsam, nima deb duo qilsam to'g'ri bo'ladi?" deb so'raganlarida Rasul akram alayhissalom: "Quli Allohumma innaka afuun tuhibbul afv fa'fu anni." Parvardigor, sen haqiqatda gunohlarni kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, bas mening gunohlarimni kechirgin degan duoni o'qigin deb Oysha onamizga Rasululloh ta'lim berdilar.
Allohumma innaka afuun tuhibbul afv fa'fu anni deb azizlar mana shu duolarni ko'p qilishligimiz kerak. Qadr kechasining fazilati beqiyos. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Man qama laylatal qadr imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat. Kim Ramazon kechasidagi Laylatul Qadrni iymon bilan degani shu kechaning fazilatiga, darajasiga iymon keltirgan holatda, vahtisaban savobdan umidvor bo'lgan holatda bedor qilsa, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi, muqaddam qilgan hamma gunohlari kechiriladi. Hamma gunohni Alloh taolo kechiradi. Inshaalloh biz umidvormiz. Biz Ramazondan onadan yangi tug'ilgandek gunohlarimizdan forig' bo'lib, oy yuzli mo'minlar bo'lib chiqishimizdan Alloh taolodan umidvormiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan marhamat bo'ladi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigran servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zapret olgan bo'lsangiz, kimga tekshirtirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zapret bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statiya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zapretni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Aytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.